Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Demak, bu videoda sizlar bilan o'tgan darsimizda ko'rgan chapter 1 ni praktikasini qilar ekanmiz. Ya'ni o'sha videoda nimalar ko'rgan bo'lsak, phrase, clauses, right? Fragment, gaplarni bog'lash. Shular hammasini mana shu 15 talik savolimizda demak biz ko'rib chiqarkanmiz va u unaqa uzun bo'lmaydi. Xudo xolasa eng qisqa yo'llar bilan tez ishlashda biz ko'rib chiqarkanmiz. Xo'p, agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi darsimizni albatta borib ko'ring. Birinchi o'rinda bo'lmasam tushunmaysiz. Demak, ketdik. Birinchi o'rinda aytishim kerak bo'lgan narsa, qarasiz, javoblarda hammasida misol uchun bir xil so'zlar ketyapti. Farqi faqat mana bu yerdagi misol uchun nuqtasida, vergulida, ya'ni punctuationda bo'lyapti. Ya'ni bog'lash, ajratish gaplarni. Bu savol turdi, demak sizlar har doim o'sha gaplarni farqiga borasizmi yoki yo'q, shuni tekshirar ekan. Va demak birinchi tipimiz buni ishlashda, ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu har doim faqat javob keladigan blank space o'zini o'qish. Tepasi umuman kerak emas. Atrofi umuman kerak emas sizga. Ana o'shanda siz eng tez bo'lasiz. Misol uchun biz boshladik. Demak ketyapmiz ekan. Most people drink coffee in the morning desam gap chiqadi. Chunki most degan bu bizda o'sha reference word deymiz. Buni biz ko'rgandik darsimizda. Ya'ni most ko'p odamlar subject drink degani verb. O'sha gap ketdi. Demak, undan keyin qismini qaraymiz. Although I prefer not to. Xo'p, although degani rostdan bizda misol uchun dependent clause qilib qo'yadi. Ya'ni dependentdan keyin independent kelsa biz virgul qo'yardik, koma qo'yardik. Lekin independent bo'lyapti. Most people drink coffee in the morning. Gap tugayapti. Bu independent. Undan keyin dependent kelyapti. Bu qismda bizda koma bo'lishi mumkin emas edi. Ya'ni bu o'z-o'zidan xato ketyapti ekan demak. Xo'p, keyingisi most people drink coffee in the morning. Bu asosiy nuqta degani, bu yoqda bo'lsa while I prefer not to. Endi bu yerdan while deganimiz bu also'ga o'xshagan demak conjunction va bu qism dependent qilib qo'yadi. Shuning uchun bu yerda bizda misol uchun hech nima qo'yilmasi kerak edi. Xo'p, sada. Most people drink coffee in the morning. Nuqta. I prefer not to. Demak, faqat bizda o'sha S javob mos tushyapti ekan misol uchun. S mos tushyapti. Chunki nuqta bo'lyapti. Endi bu yerda and I prefer not. Bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, and bu bizda fanboys edi va gapga bog'lagan paytimizda anddan oldin virgul qo'yishimiz shart edi. To'g'rimi? O'sha paytda bizda qoida mos tushardi. Demak, bular hammasi o'z-o'zidan xato ketyapti ekan. Faqat ma'no jihatdan va grammatik jihatdan S to'g'ri bo'lyapti ekan. Ikkinchisi. Xo'p. Sea turtles are known. Demak, gap ketdi. Sea turtles bu subject, are known verb for swimming incredible distances. Demak, gap tugadi. Tamam. People do not know. People bizda уже subject, do not know уже verb. Demak, bitta gap ketyapti. Demak, o'rtasiga nuqta qo'yamiz. Faqat nuqtaning ma'nosini beradigan narsa bu demak A bo'layotgani. Do not know that female sea turtles journey back to their birthplace to lay their eggs. Demak, bu ham to'liq gap bo'layotgan ekan. While qo'ya olmaymiz, chunki bizda depend qilib qo'yadi. O'xshamaydi nuqtadan keyin qo'yib qo'ysak. Bunda ulaveryapti. Bunda bo'lsa, bunda ham ulaveryapti ekan qarasangizlar, koma bilan. Lekin bular hammasi xato. Bizda faqat logically mos tushayotgani javob A ekan demak. Virgul but degani virgul fanboys degani, right? But fanboys qismi. Davom etamiz. Uchinchisi misol uchun. Reorganizing the schedule after Jill called in sick is. So, reorganizing the schedule degani bu bizda subject bo'lyapti. Is degani verb bo'lyapti. An inconvenience. Demak, gap tugashi davomida is also deyapti. Is also a logistical nightmare. Bu ham gap ketyapti. Demak, gap plus gap bo'lyapti. O'rtasiga biz faqat koma qo'yishimiz mumkin, faqat nuqta qo'yishimiz mumkin xolos. Qarasak, bizda nuqtani berayotgani faqatgina bu bo'layotgani. Also bizda hech qanaqa haligi fanboys emas. Shuning uchun biz uni komadan keyin also deb qo'ysak, ma'no jihatdan, ya'ni grammatik jihatdan xato ketdi. Bunda ulaveryapti A javobda, S javobda ham ulaveryapti-kana, g'alati qilib. Inconvenience nuqta it desek, keyin misol uchun gap boshlanyapti. It is also a logistical nightmare. Okay. To'rtinchisi. The pizza was guaranteed to be free if it was not delivered in 30 minutes or less. Gap together, right? Delivery man still demanded. So, delivery man demanded. Bu ham demak o'sha gap plus gap bo'lyapti. Qaraymiz, but ni qo'yish xato bo'lmaydi. Less bunda ham ulaveryapti. Xo'p, demak mana shu gap to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu javob less. Though qarasangiz, though bizda depend qilib qo'yadi va undan gapdan keyin depend keladigan paytda biz koma qo'ya olmaymiz. Shunday bilashimiz kerak edi. Bu ham chiqadi shuning uchun less bu yerda ham hech nimasi ulaveryapti. Demak, bu ham chiqadi. Faqat javobda keyin B qolyapti. Right? Less nuqta
The delivery man still demanded money when he arrived late. Gap plus gap. Beshinchisi. Redwood trees are one of the tallest types of trees in the world. Gap together. Have grown demak some degani bizda o'sha reference word bo'lgani uchun bu ham independent clause qismi. Have grown as tall as 350 feet. Demak gap plus gap bo'lyapti. Demak bu yerda ham biz hozir nuqta qo'yishimiz kerak. Qaraymiz, A da nuqta yo'q. B da nuqta qo'yib N deb bu ham xato. C da nuqta yo'q, faqat D javobda nuqta bor ekan. Ko'rasizmi, mana tez ketyapti. Prosta qoidani bilsangiz bo'ldi ekan demak bunda. Hop, 6da. The new mayor is the first warning given out to a business violating the new rules will not. So the first warning will not. Yani gap ketdi. Include a fine. Demak gap tugadi. A second violation will be. Demak gap plus gap bo'ladi bunda ham. Demak nuqta qo'yamiz. Qaraymiz, nuqtadan keyin while qo'yib qo'ysa, bu dependent clause ulab bo'lmaydi bunaqa qilib nuqta bilan ichi ketdi. Fine bu yerda ham ishtima yo'q. To'xtang. Yet bizda hop fanboys bo'lyapti. Bunga ham bo'lmaydi, koma yo'q ekan. While bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki while bizda dependent clause qilib beradi. Independent clause'ga while qo'shilgan bo'lsa dependent clause bo'lib, bu komas ulanish kerak edi. Demak, komas bo'lyapti. D javobda bo'lsa n tonni ijtimo qo'ymayapti. Bu ham xato. Gapga gap bilan bog'lamaymiz biz. Faqat s tushyapti ekan. Qarang, hammasi o'sha o'tgan qoidalarimiz bo'lyapti. 7-da. While the ancient Egyptian pyramids were built over 4000 years ago, demak while dan boshlayapti. Bu bizda dependent clause. Biz hozir nuqta qo'ya olmaymiz. Gapga ulashimiz kerak. Va dependent plus independent bo'lganda biz har doim koma qo'yardik, right? They still stand today and attract millions of tourists to Egypt each year. Hop. While the ancient Egyptian pyramids were built over 4000 years ago, demak shuna bo'lsa ham they still stand today. Hop. Still solchin qarang. Still standing deganda bu gap bo'lmaydi. Still standing deganda bu fragment bo'lib ketib qoladi. Right? Demak, hozir while ga fragment qo'shib o'ryapti. Bizda independent clause yo'q. A o'sha uchun chiqib ketdi bizda. B-da while hop ago deb turib they still stand deb nuqta qo'yib qo'yapti. Lekin while ga biz ulash uchun koma qo'shishimiz kerak. Bunda koma yo'q B javobda. C-da koma bor, demak C javob to'g'ri bo'layotgan bizda. D-da bo'lsa they still standing deyapti. Buni ham qarasangiz main verb yo'q. Ya'ni bu yerda independent clause bo'lmayapti. Shuning uchun D ham chiqib ketdi bizda. Faqat javobga C qolyapti ekan. Hop, B-da 8-da. Bella wanted to make blueberry waffles for breakfast. Demak, Bella wanted to make. Gap bo'lyapti. Her waffle iron was broken. Bu ham gap. Gap plus gap. Demak, javob A tushadi. Nima uchun? Comma but degani, comma fanboys bu nuqta degani. Ikkalasi bitta nuqta bo'lib javob bo'lyapti. Howeverdan oldin biz misol uchun qo'ya olmaymiz. However bizda transition kelyotgan narsani buni atrofiga ikkalasi ham qo'yish kerak edi, misol uchun. Yoki biz buni qilib transitionda bog'lay olmaymiz. Xullas, bu o'tmagan qoidamiz bo'layotgan ekan, chiqib ketdi. C-da breakfast but qarang, hech nima qo'ymayapti. Bunda nuqta qo'yib qo'yapti. Lekin bizda nuqtadan keyin but kelmaydi, g'alati bo'lib qoladi bunda. Hech nima qo'ymasa ham xato ekan. Bizda but nuqtani o'rin beryapti ekan, virgul but nuqta bo'lyapti ekan. Shunda javob A ekan bunda. Xo'p, 9-da. Most restaurant owners have a security system installed at their businesses. Gap chiqyapti. Because it helps protect them from theft. Xo'p. Because degani bizda o'sha nima bo'lyapti? Dependent clause qilingan qism bo'lyapti va independentga dependent qo'shilgani uchun biz hech nima qo'ymasdan ulashimiz kerak. Javob B tushadi. Bunda koma qo'shib qo'yapti. Bu teskari ishlaydi. Bunda ham koma qo'shib qo'yib, nuqta qo'yib qo'yapti. Demak, bular hammasi xato. Since bilan because bir xil ishlaydi. Ikkalasi ham ma'nosi chunki degan ma'noda kelyapti, misol uchun. Lekin grammatik jihatdan independentga, ya'ni A ga D ni qo'shgan paytda biz bu yerda hech nima qo'ymaymiz, right? 9 ketdi. 10. The eucalyptus tree is unique. Demak, tree is unique deyapti. Gap chiqdi. It is known not only for its flowers but also for the health benefits it can produce. Demak, ikkalasi ham gap plus gap bo'ladi. O'rtasiga nuqta qo'yamiz. A javobda nuqta yo'q. B javobda nuqta yo'q. C javobda nuqta bor. D javobda nuqta yo'q. Qarang, qanaqa oson. 11. The audience could not believe. Demak, audience could not shu gap ketdi bu yerda. The incredible performance put on by the 10-year-old pianist. Gap tugadi. Once he finished his final flurry of perfectly struck notes, everyone stood together and applauded. Okay. So, qarang. Once bilan boshlanayapti. Bizda qoida bor edi. Once the o'zi, demak, bu o'sha qismda nima qo'rardi? Ya'ni dependent qo'rardi. Qarasangiz, once he finished his final flurry of perfectly struck notes, demak, tugadi.
Dependent undan keyin koma qo'yapti. Everyone stood. Bu yerda o'sha independent ketyapti. Ya'ni dependent plus independent bo'ldi. Bizda bitta full sentence'da dependent plus independent faqat bir marta bo'ladi, right? Ya'ni shunaqa o'ziga qoida qilib oling, osonroq ketadi shu narsa. Bir marta bo'ladi, boshqa qo'shalmaysiz. Bitta dependent, bitta independent bo'ldi, boshqa qo'shalmaysiz. Demak, qarasiz, bu yerda hozir biz mana bu pianistdan keyin keladigan gapni yoki qismni mana bunga ulay olmaymiz. Right? Ulash mumkin emas. Chunki bu to'liq bitta o'zi full bo'libdi. Xo'p. 10-year-old pianist demak nuqta qo'yamiz. They were enthralled. Bu ham gap. Demak, javob bitta B tushirgan eng ko'pi. They were enthralled. Yo'q. To'g'ri, B javobda nuqta yo'q ekan bu yerda qarasizlar. Biz nuqta qo'yishimiz kerak mana bu oncedan oldin. Chunki gapni ajratyapmiz. Demak, B emas javob bizda. Javob hop C ekan. Right? B da chunki ulaveryapti. A da ham qarasangiz mana bu they were enthralled dan keyin ulaveryapti. D da ham ulaveryapti. Faqat C javobda pianistdan keyin nuqta qo'yyapti. They were enthralled bu ham bitta gap, esdan chiqmasin, gap. O'shuning uchun nuqta qo'yyapti. Undan keyin once turib boshqa full sentence aytyapsiz. Ketdi. 12. Many houses in beach towns on the east coast have no basements. Demak, podvallari yo'q. Instead, the house sit on. Demak, bu yerda gap ketyapti. Wooden beams that keep them out of the water. Demak, gap chiqdi. That no damage will be done if hurricane flooding occurs. Endi bu yerda qarasiz, that bilan bog'layapmiz. That demak bizda gapni muhim qismiga bog'lanadi. Bu degani the house sit on wooden beams that keep them out of the water to ensure. Ya'ni bu yerda bog'lashga majburmiz. Chunki that bizda gapni faqat muhim qismida ishlaydi xolos, right? Qarasiz, a job alohida qilib qo'yapti. And ensure qilsa doesn't make sense. Esdan chiqmas. That qoidasini hali ko'rmaganmiz probably, but buni ham o'tamiz. Hop, bu water to ensure desa zo'r bo'layapti. Ya'ni zatga tiniq bog'lam ketyapti. C javobda water and these beams ensure that no damage. Bitta and qilaladi bo'layapti. D javobda nuqta qo'yib ensuring desa, misol uchun koma qo'yib ensuring desa zo'r tushadi. Lekin nuqta qo'yib ensuring desa bu dependent clause bog'lagani g'alati bo'ladi. Right? The house sit on the wooden beams that keep them out of the water to ensure that no damage. Keyin tiniq bog'lam ketyapti ekanmiz. Xo'p, endi 13. Although, demak, although bu dependent bo'lyapti. Pesto, which is made of pine nuts, demak, bizda non-essential, buni ham o'tamiz. Olive oil, basil leaves and parmesan cheese is mostly used in classic Italian food. Demak, bekkacha fooddan keyin koma qo'yishimiz kerak, chunki although bilan boshlayapti. Many restaurants now serve. Demak, faqat virgul bog'lab B bilan C bo'lyapti. B, C, D bo'lyapti ekan. Qaraymiz. Many restaurants now serve. Many restaurants serving. But many restaurants now serve it on a variety of dishes and even offer different types of specific ingredients. Xo'p, demak, davomida gap bo'lyapti to'liq. Mana bu serving bizda dependent qo'radi. Dependentga dependent qo'shalmaysiz. Doesn't make sense. Food, but many restaurants now serve. Bu yerda nuqta qo'yib qo'yapti dependentdan keyin. Biz unaqa qilolmaymiz. Bog'lashimiz kerak, bu ham ketdi. B javobda bo'lsa food virgul many restaurants now serve. Mana shu gap bo'lyapti. Mana gapni ulayapti. Dependentga koma bilan. Demak, javob to'g'ri bo'ladi shunda. B javob. Hop, 14. The International Commission was ecstatic over the release of the new report. Demak, International Commission was. Gap ketdi. New report nuqta bo'lish kerak. Davom qaraymiz. Was little press given from Major. Demak, also bilan bog'layotgan bo'lsak, hammasi also bor ekan. Ammo zeri bog'lamaymiz, chunki bu yerda there was desak, ikkita gapni koma bilan ulab qo'yish bu comma splice, xato har doim, right? C da qo'ysa gap plus gap bo'lib bo'lyapti, koma bilan. Bu xato. Qolgan hammasi also bor va e'tibor beramiz. The International Commission was bu bizda independent bo'lgani uchun, undan keyin also qo'shsak dependent bo'lishi uchun o'rtasiga koma qo'yamiz. Lekin D plus I bo'lganda hech nima qo'yilmasdi, right? Demak, javobga biz hozir D olar ekanmiz, chunki kechirasizlar. Yes, D olamiz. Hozir I plus D bo'lsa ijtimo qo'yilmaydi, D plus I bo'lsa qo'yiladi. Teskari tartib bepul. Javobda D ekan bunda hozir. Ijtimo yo'g'ini olar ekanmiz javobga. 15 da bo'lsa, in 2007 government create a 4-foot chair out of maple that used moose antlers as its legs. Hop, gap ketdi. Demak, nuqta qo'yishimiz kerak. Later in community he also crafted. He also crafted ham gap. Gap plus gap bo'lgan bo'lsa, biz faqat nuqta qo'yamiz xolos. Nuqta bor, faqat C javobda bo'lyapti. Ko'rsa qo'ying, hech qaysi nuqta yo'q. In 2007 government created gap as its legs nuqta. Later in this year he also crafted. Bu ham gap. Demak, faqat C da nuqta bor xolos. Qolganda qarasangiz ketdi. Bittasiga nuqta yo'q, right? Demak, qoidamiz o'sha nuqta gap bo'ladigan bo'lsa, o'rtasiga nuqta qo'yishingiz kerak ekan. Menimcha videodagi nimalarni tushundingiz. Yana savollar bo'lsa yozib qoldiring. Shu bilan tugatsak bo'ladi. Hammaga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'linglar, guys.